Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Alhamdulillah o'zimizni qadrdon ukamiz Alixonov Odilxonga xudo xolasa video sentrga zapislar qildik. Odilxon, kayfiyatlar yaxshimi? Charchamayapsizmi? Super. Xudo xolasa qanaqangi taassurotlar bor, o'zingizni qanday dilizxorlar, fikrlar bor, marhamat bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum hammaga. Mana Javon akam sabab xudo xolasa mana Angliyaga vizamiz chiqyapti. Javon akamga katta rahmat. Hani noldan boshlab mana oxirigacha birga olib kelyaptilar. Kim Angliyaga bormoqchi bo'lsa, bemalol mana Javon akamga murojaat qilsalar bo'ladi. Ishonchliman. Xudo xolasa inshaalloh siz qatori sizdan keyingi mijozlarimizga ham sizdan qolgan o'sha Angliyaga boraman degan har bir mijozlarga Alloh taolo o'zi g'oyib bilan yetkazsin, yaxshiliklar bilan siylasin, biz foydamiz degandan xursandmiz. Shu bir paytlar ixlos qilib kelganingiz, biz kunlarda prosessingizni boshlagan edik. Mana undan boshlab sentrgacha har bitta hujjat, anketa, dokumentatsiya prosesi hammasini qildik. Mana Alloh taolo yetkazdi. Shu kunlarga yetib turibmiz. Xudo xolasa o'zingiz haqiqatan ham xursandmisiz? Qalbingiz mazza qilyaptimi? Mana telefon qilganingizda boshqacha bo'lib ketdi. O'zi sразу sezdim, chunki Javon akamga yangilik bor dedim. Mana Xudoga shukr. Xudo xolasa inshaalloh. Xudo xolasa viza chiqqandan keyin ham cho'tki video qilamiz. Aeroportdan shaxsan o'zim borib kuzatib boraman. Xudo xolasa aeroportdan turgan chiroyli videolar qilamiz. Inshaalloh kimga Angliya vizalar kerak bo'lsa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Xudo xolasa noldan boshlab viza sentrgacha hamma shunday tayyorlab beramiz. Sizga kelgushlaringiz omad tilaymiz. Har doim shunday yaxshi, samimiy, omadli inson bo'lishing. Alloh yaxshiligi bilan siylasin. Xudo xolasa kimga Angliya vizalar kerak bo'lsa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Easy Visa best of the best. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar. Angliya vizalari chiqishda davom etyapti. Xudo xolasa 5 nafar mijozimiz inshaalloh Toshkentga Face Globalga borib barmog'izni atchatga Face ID topshirib kelishadi. Xudo xolasa ularda inshaalloh vizalar chiqqandan keyin ham chiroyli qilib videolarni qilamiz. Xudo xolasa shuncha insonlarga foydamiz tegayotganidan xursandmiz. Odilxon ularning ichida yana bitta omadli mijozimiz Odilxon. Alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Xudo xolasa inshaalloh viza sentrga borib barmog'izni atchatga Face ID'lar topshirib chiqasizlar. Inshaalloh viza chiqqandan keyin bitta aeroportda ham videolar qilamiz. Xudo xolasa. Xursandmisiz? Kayfiyat yaxshimi? Mazza qilyaptimi qalbingiz? Qandaydir xotirjamlik bo'ldi. Xotirjamlik bo'ldi. Ajoyib, Allohga oson deydi-ku. Haqiqat ishingiz juda ham tez o'ngab qo'ydi. Allohga shukr. Mana sababini qildilar. Xudo xolasa biz sababini qildik, proseslar qildik inshaalloh. Mana Andijondan, Namangandan, Xudo xolasa Farg'onadan akalarimiz O'ktam akam uchib ketib bo'ldilar. Inshaalloh vizalar chiqib bo'lganida uchib ketdilar. Hozir Angliyadalar. O'ktam aka, ko'rayotgan bo'lsangiz, hali chiroyli videolardan tashlab turing aka, Xudo xolasa. Kimga Angliya vizalar kerak bo'lsa aloqaga chiqib ko'rasizlar, foydamiz tegsa xursandmiz inshaalloh. Easy